Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tabiiy mahsulotlardan tabiiy damlama tayyorlashni o'rganamiz. Bu uchun bizga yong'oq daraxti barglari va yong'oq kerak bo'ladi. Qattiq shamol bo'lganda daraxtimizni bitta shoxi singandi. Mana shunday barglari qurib qolgan. Bizga qurigan barg ham kerak bo'ladi. Mana shu qurigan barglarini, qurigan yong'oqlarini olib, shulardan foydalanamiz. Bo'lmasa o'zi barglarini terib quyoshga quritib olishimiz kerak edi. Bizga tayyor qurigan barglarni o'zi ham bor. Bularni terib olib, yaxshilab yuvib olamiz. Qurigan barglarini esa quruq choy sifatida ishlatsak bo'ladi. Qaynagan suvga damlab, bir kunga bir mahal iste'mol qilamiz. Bu damlama nima uchun kerak desangiz, bu juda ham ko'p kasalliklarga davo. Barglarini qaynatib ichsa, ichib ketdi, bolalar qorni og'riqlariga, kattalarga ham shifo bo'ladi inshaalloh. Yong'oqni o'zini shakar solib murabbo qilib iste'mol qilsak, ayollarni barcha kasalliklari, shu bachadon oldi miyomasi, rak oldini olish, shunaqa kasalliklarga davo bo'ladi. Shular uchun bularni tayyorlashga qaror qildim. Mana bu xom bargini ham qaynatib, bolalar uchun damlama tayyorladim. Yosh bolam ichib ketdi bo'lib qolgandi. Shunga tayyorlab berdim. Barglarini quriganlarini olib qo'ydim. Buni xohlagan payt ishlatsak bo'ladi. Shuni idishga solib, og'zini yopib olib qo'ysak, xohlagan paytda damlama tayyorlab ichsak bo'ladi. Mana quritilgan barglarni ezib oldik. Bularni endi og'zini yopib olib qo'yamiz. Bu yil davomida ishlatsak bo'ladi. Xohlagan payt olib ishlataveramiz. Achib, aynib qoladigan narsa emas. Quritilgan barg bo'lgani uchun turaveradi. Bularni esa yaxshilab yuvib olamiz. Yuvib olgan yong'oqlarimiz quriganini quritib olib qo'ysak, qurigan barglar bilan birgalikda damlama tayyorlaganga ishlatsak bo'ladi. Bu yong'oqlarni esa ehtiyotkorlik bilan pichoq yordamida ikkiga bo'lib olamiz. Mana shunday maydalab olamiz. Maydalangan yong'oqlar ustiga bir piyola shakar solib, biroz muddatga olib qo'yamiz. Ozgina shakarlari erishi uchun. Terib olgan barglarimizni mana shunday holda alohida ajratib olib, damlama tayyorlashni boshlaymiz. Gaz ustiga qozonchamizni qo'yib, 1 litr suvga enta yong'oq bargi, 5-6 ta quritilgan yong'oq solib qaynatamiz. Qolgan barglarni esa salafan paketga solib, bularni qishga ishlatish uchun muzlatishga olib qo'ysak bo'ladi. Qish fasliga bunaqa svejiy barg topib bo'lmaydi. Shu uchun mana shunday qilib muzlatgichga olib qo'ysak bo'ladi. Damlamamiz ham qaynab chiqdi. Mana shunday rangi sarg'ayib qoladi suvni.
Qaynab chiqqandan keyin buni og'zini yopib, yarim soatga olib qo'yamiz. Sovigandan keyin bolajonlarga ham, kattalarga ham oz-ozdan ichirsak bo'ladi. Shakarimiz ozgina eridi. Buni esa ustiga yarim litr suv solib qaynatishni boshlaymiz. Og'zini yopib qo'yamiz. Bu qaynab chiqishi uchun biroz balandlatamiz. Gazni biroz balandlatib qo'yamiz. Mana bu damlama tikon gulidan tayyorlangan. Bolalar uchun, kattalar uchun ham juda foydali. Boshidan quyosh o'tib qolsa, yo qorni og'riq, ichaklarda og'riq bo'lsa, ichi ketib qolsa, judayam yaxshi ta'sir qiladi. Buni tayyorlab bolalarimga ichiryapman. Judayam yaxshi foyda berdi. Bir marta, ikki marta ichganiga darrov ichi ketishi qoldi. Barcha yoshdagi bolalarga to'g'ri keladi. Tikan gulini qaynatganda suvimiz mana shunday sarg'ayadi. 2-3 qoshiq shakar solasiz. 1 litr suvga damlamamiz shirin bo'ladi bolajonlar. Maza qilib ichishadi. Suvni o'rnida har zamon ichib yursa juda yaxshi foyda beradi. Bu damlama ham sizga qiziq bo'lsa kommentariyada yozib qo'ying. Video qilib joylashtiraman. Bu orada mana murabbomiz ham qaynashni boshladi. Bu yong'oqli murabbo. Mana shunday holatga keladi. Qaynab, quyilib, mana shunday ranglari qorayib qoladi. Yong'oq yodga boy bo'lgani uchun rangi shunaqa bo'ladi. Buni qish mavsumi uchun bankaga solib olib qo'ysa bo'ladi. Ozgina tayyorlaganim uchun men bankaga solmadim. Ertalablari och qoringa iste'mol qilamiz.